Alaykum yana bir bor hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mana aka-uka osh markazi, Safiyskiy trassa. Mana bu yoqda mana kelish Aziya supermarket ke Turin, Turin. Chimboy chorraha mana birinchi bu yoqqa ketayotganingizda Chimboy chorraha. Bu yoq tomon birinchi chorraha chapga Chig'atoy, o'ngga metro Beruniy, Akfa Medline va hokazo. Mana bularda 1 kilosi 30 ming so'm. Bir porsiya bir kishilik 15 ming. 15 ming, ya'ni yarim kilo deyiladi. Shu bir porsiyasi. Mana yetkazib berish Yandex orqali, mana raqamlari. Endi kafeni o'zini oladigan bo'lsa, mana aka-uka osh markazi mana. Raqamlari ham bor. Bular somsani ham yaqinda yo'lga qo'yishyapti. Menimcha osh o'zi. Bu yoqda mana salatlar, nonlar, shashlik mana. Va osh o'zi ham qaranglar. 1 kilosi 30 ming. Mehmonga olib borsanglar ham, o'zingizlar ko'payishib yesanglar ham zo'r. Sog' bo'linglar, kanalni kuzatib boringlar, obuna bo'linglar. Layklardan ko'proq osh yegandek bosinglar. Hammaga rahmat.